iPhone telefoningizni o'g'irlab ketdimi? Oh, yomon bo'ldi-yu. Lekin qizni oldida past ketib qo'ymaslik kerak. Hech chiqishi yo'q. Hech qayerda ochmayaptimi mabodo? Yo, nima achiydi? Bitta telefon ekan-ku. Yamonim uspokоительный odam ekansiz, gap yo'q. Xarakterim shunaqa uspokойныйman. Ketdik. iPhone baribir iPhone zo'r dizaynni qarang. iPhone telefoningiz sizga tushib ketdimi? Yo'q. Siz achyaptimi? Yo, nima achiydi? Bitta matoq-ku. Yamonim uspokоительный odam ekansiz. Nima degani bu? Ichi keng odam bo'ladi-ku, tafakkur qiladi-ku. Mana visokovoltman. Dadam ham visokovoltnida. Zo'rmikan? Chef lapchalari zo'rda. Buni 3 xil ta'mi bor. Indiykaligi bor, ot go'shtidan bor, sirligi bor. O'ylayman mazza qilib yeymiz. Men o'zim har doim shunday yeyman. Shuning uchun ham chiroyli ekansiz-da. Balki. Kechirasiz, mabodo iPhone zaryadingiz yo'qmidi? iPhone iPhone telefoningizni esga solishda qayerjamizda? Nima buzadi? Oddiy telefon-ku o'lsin. Yamonim graznyonniy odam ekansiz-da. Ya, hamma meni nima deysiz? Graznyonsniy. Hamma shunaqa deydi meni, graziyoz deydi. Akajon, ming bor uzr, ko'p o'ylab ko'rdim. O'sha kuni men sizga tubanlik qilib qo'yibman-da. O'zi ham tuban bola ekansan-da. Berqay telefonni. Aka, faqat iltimos, shu rasm tushuvdimda shuni o'zimga tashlab olsam bo'ladimi? Kodini aytchi. 4/5. Voy, tuban! Yamonim prezvorovchniy odam ekansiz. Nima degani bu? Chimo deganida? Tilolamiz. 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 Tilaba. Qanday bo'lyapti? Yo'q, kamroqda. Tilolamiz. Kamilo Lolo. Hey, Lolo! Bitta rasmga tushaylik, keling. Assalomu alaykum, xo'p, kelinglar. Voy, chiroyliroq tushing, singlim. Kimsan tillashilar bilan tushib olasiz? Menga qarang, va shu kichkina ko'rinar ekansiz. Videoda katta deysiz. Qarang, sal undoq kayfiyat bilan qarang. Sizga yarasha. Men ko'rdimmi birinchi? Jim turgin. To'xtab turing. O'zingdan katta gapiryapsiz. Hozir men tilla sotmayman bu qizga. Menga qarang, ana videolaringizga meni chaqirsangiz, talantim bor, chaqirasizmi? Damin ol, ishingni qilgin, terpillarni qilmagin, xo'pmi? Tillam reklama qilaylik. Menga qarang, men nozik. Voy. Kibr ekanmi? Uzr opani ozroq shoshilayotdi, nomeringizni bering. Hozir. Almalaringiz qanchadan? Olma nima qilasiz, singlim? Tilla oling, sizga tilla yarashadi-yu. Menga qarang, singlim, ma'nosiz yutqizmaysiz. Shirgamsizlarmi? Tirikchilikda aybi yo'q, tilla bormi? Tilla yo'q. Oling unda tilla. Boringlar. Voy, to'xtang, bitta savolim bor nima? Voy, muncha. Nimaga Kamilla Lola qo'ygansiz? Lola degani nima degani? Tilla degani. Ay, kibr, tillamish. Zanglagan temir. Ya, hozir podarочный paket olaman, tez uyga boraman. Oho, bo'pti ayajon. Oho, dipomolda shuncha ko'pmi assortimentlar, korobkalar? Bizda bu do'kondan ikkita bor. Yo'q, Zayn do'konida tilla va bijuteri sotayotgani uchun zo'r korobka idishlar bor ekan-a? Bizning Zayn do'konimizda bunaqa assortimentlardan ming ortiq turi bor. Bizdan tillochilar va bijuteriyachilar Optim va Donovoy olib ketishadi. Mermiga zo'r idishchalar bor ekanda, bekorgana ikkita xotinni ko'rmabman. Sherik kelishim kerak ekanda. Bizdan ko'p tillochilar mana shunaqa idishlarni xarid qilib ketishadi. Ha, Lolo, tilla oladigan bo'ldingizmi? Voy, menga qarang. Mana, qolib mana. Oling. Olmayman. Menga tilla kerak emas. Men bugundan boshlab Kamilo Lolo emas, Kamilo Tilla bo'laman. Eshitdingizlarmi? Kamilo Tilla deysizlar. Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü. Çori dil sanam. İplas nimaga bo'lyapsan? Ko'zingga gumcha chiqur. Kalta kesak suyuq alkash. Ko'zing oqib tushgan iplas. Mana o alkashga farqi yo'q, to'g'radi. Nima men o'rtog'imni quvasan? Bishiring. Men erkakman. Ha, qo'ying qani? Arintirni ham olishni bilmaydi bu kishim. Men erkakman, o'rtog'imga tegmagin, beshiringni. Menga qarang.
Hey, yana nima bo'ldi, a? Nima bo'ldi deysizmi? Yana fojia bo'ldi, fojia. O'g'lingiz qurib bergan yevrotexnologiya vannalarda cho'milay desam, ko'ziga qilib shukur ana o'rtog'i kelib, algash meni poylab turibdi. Shunga shunchami? Bir ko'rgan savob nima bo'libdi shunga? Sizlarga kelin bo'lgandan beri savob deydi, qolib ketdim jonina. Hech bala qilmaydi. Qishda cho'milay desam, olib kirgan suvim ashatim yetsa, boshim yetmaydi. Boshim yuvay desam, yuvinimcha muzlab qolaman. Eng to'g'ri yo'li qishda cho'milma. 3 oy o'tadi, ketadi. Olimni qiynab meni. Ina o'g'lingizni tilla qilavermasa, sal bir og'iz gapirib qo'ying. Voy shu yoshgacha hech baloga erishgani yo'q. Mana u bechara veliga ham dadam olib kelib bermasa, shuni ham o'zi sotib olardi bir butilka aroqqa, ina. Sepiga qo'shqani velosiped bo'ldi otangni. Shuni ham minnat qilib jatibsanmi? Qo'shinlarga chiqsam, ina, hammasida to'pli-so'pli pul, katyol aristollarigacha bor. Oshxonasiga kirsangiz, og'zingiz lang ochiladi. Qayerdan olgansizlar deb jo'ltaga so'rab qo'yaman. Ertaga borib oladigandek, Siroj Premiumdan Urizorga borib olsangiz bo'ladi, arzon narxda deyishadi. Xuddi bilgandek Instagramlarigacha azob bo'laman. Hayollarimda bo'lsa ham sotib olay deyman-da, ina. Bugun o'chasanma yo'qmi? Ichsa o'zining piliga nogironlik pensiyasiga ichib jatibdi. Sening pulingga cheppa. Shu alkash qilgan olimda sen bo'lasan. Baliq boshdan irigan-ku. Patirdatib qizni tug'ganingdan keyin ichib jardi-da, meni uli ko'ramanma yo'qmi deb alamidan. Meni aybim shu meni. Ha. Bo'ldi, chidolmayman, ketaman. Tarjig'al ketsang, inasi o'ppagan qizdan olib bermasanmi? Ketdim. To'ylarmi bor? Ya ana mening olim keldi. Kelin olib keldingmi? Onamga son ber. Здравствуйте, мамочка. Keliningiz. İçi toza, ko'rganmi? Ha, alam qilib jilayapsanmi? Ko'simga yig'layapman, ko'simga. Lolalar gullagan mahalda. Eshitdingizmi? Men aytdi demang. Mana shu bog'dagildi qizi yurishlari cho'ta, boshqacha aynigan. Unaqa demang, eshitib qolsa-chi? Voy eshitmaydi, qaqa eshitadi. Otni kallasida naushniga turibdi qulog'ida. Eshitdingizmi? Mani aytdi demang tag'in. Bog'dagildi qiz bor-ku, tegit bilan qo'llashlashib turganini ko'rdi. Yigiti bor ekan. Xoroston. Voy sharmanda. Mana aytdi demang. Bog'dagildi qizi bor-ku. Yigit bilan quchoqlashib yurgan ekan. Keyin sezdingizmi? Qori ham qipayib qopti. Voy sharmanda. Hozirlarga ishonchib qolmabdi-da. Voy tavba. Voy Fatma opa, meni aytdi demang, ana qo'shningizda qizi qorni qappayib, doktor yurganmish. O'zi aytuvdim, cho'ta yurish bejo deb. Bog'dagul, sho'ringga sho'rva to'kildi. Qaydasan? Voy Bog'dagulning onajonim, bechoragina o'zing yersiz o'tganda qizing ham kuydirga chiqdimi? Qizingni deb qon qisib, qon yig'lab o'tiribsanmi? Kiyimlaring ham jiqqa qonga to'libdi, qara. Ya bu qonmas, Nima bo'lmasa? Ya vahimang qursin. Ana gilosdan kompot qilib ijatuvdi, mana oldimga to'kilib ketdi. Siz endi kiyimingdan gilosi dog' ketmasa kerak. Nimaga ketmaydi? Bundan ham battar dog'larni ketkizganman. Sho'rtakkan ekan. Nimada ketkizgansan? Albatta Bavida ketqizaman. Bavi eskirgan dog'larni ketkizadi. Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan. Oq kiyingizni oppoq qilib beradi. Chirib ketgan ana posudalarni chirkin tozalab, yalqillatib beradi. Eng asosiysi gipoallergenniy. Ey dugonajonim, kiyimingni dog'ini ketkizarsan, lekin qizingni xatosini kislota sepib ham ketkiza olmaysan. Nima deyapsan boyadan beri? Qizingni xatosi deysanmi? Meni aytdi demaginu, mahallada duv-duvga qizingni bir yigit o'g'irlab, 2 qat qilib qo'yganim. Mani aytdi demang-ku, o'sha kun naushnik ishlamayotdi, g'iybatchi qo'li. Eshitdingizmi? Mana shu bog'dagildi qizi aynigan. Ana yurish-turishlar boshqacha bo'lib qolgan. Unaqa demang, eshitib qolsa. G'iybatchi mijagingga men aytdi demang-ku, bu ham kam.